أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أن يقرأ آيات للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ديان. Muşu nesibiler nasibı mafrud qanchalikdan deganni ma oyatda tafsili bayon qilish boshlanadi. Shuni miqdorini bayon qilyapti. Alloh taolo farzandlarning mirosida bir erkakka ikki kishining nasibasini berishni to'playdi demoqchi. Yusikumulloh ya'hadu ilaykum va ya'murukum. Sizlarni buyuriydi, sizlarga topshirdi, to'playdi degan ma'no. Adamda nima uchun buni buyuriydi ya farz qilyapti, bunda demay, o'shada vasiyat qildi degan so'zni ishlatdi desa, chunki vasiyat qilsa taxminbak buning muhimligini bir xil topilashni kerak bo'lgan so'z bo'lg'achqa bu. Qattiq jikrigandek. Mana bunda qilmoqda topilab alayda bir topshirib qo'ygan ma'no bo'lg'achqa, bu bakrak mubolag'ani ko'rsatadi deyish mumkin. Fi avladikum farzandlaringlarda fi sha'ni mirasihim farzandlaringlarning miras ishida unda topilaydi demak. Va hada ijmalun tafsiluhu. Ana mush oyatning bir ijmal bir tafsil bor. Yusikumullahu fi avladikum bu bir ijmal. Ondan tafsilati nima bu vasiyatning lidzakar mithaqul unsayn. Mush oyatning hammasi bir bo'lib, lirijal nasibun uningki tafsilati. Ay lidzakar minhum yana ashu avlodlaringlardan o'g'il bo'lib olsa, uningga 2 ulush, qizga 1 ulush yani. Ay min avladikum fa hadafa ar-raji ilayhi. Yani minhum degan avlod qaytgan davanni ilib tashlabdi demak. Chunki bo'lganna mafhumun ka qawlihim as-samnu manwani bidirhamin. Chunki yani minhum demasama o'sha tushunish ekan. Masalan, as-sam seriq may 2 mana olsa 2 jina masalan 1 tanga degandek. Manavanu minhu bidirhamin. Minhu bamshada. Lekin tushunish bo'lgandan keyin unda o'jimaydi. Manvan degan musanna, buni mufradi al-mana. Bu hamda shu seriq may ashundan aslini kamchallaydigan bir kamchanka masalan 1 jina degandek. Mana, ma'lum musanna manvan. Bu da 2 jina 1 tanga yoki 1 kilosi 1 tanga, 2 jina 1 kilo bo'lsa وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر. المشهد للذكر دبلم o'g'illarning nasibasini boshladi deydi. Uning o'rniga 2 qizga 1 o'g'ilning nasibasi degandek unsayn bilan boshlaydigan bunda dema deydi. Yoki lil unsan nisfu hadd zakar. Mushammasa shu mazmun ifodalaydigan jumla edi. Lekin beshidan yoqda lidzakar degan o'g'ilni tilgalishni boshda keldi deydi. Nima uchun? Li fadlihi o'g'ilningki qaysi ortiq o'g'illikdir. O'g'ilning hamma turli ishlarda bu afzal deb qaraydigan bir ahvol bo'lgan. Kama du'ifa hadduhu lidalik. Shuna o'g'ilning nasibasi ikkisi bo'lgan, qaysi ortiq o'g'illikdir. ولأنهم كانوا عندما اشكين سبب ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية. مش آيات شيء سبب بوغان واقعlikda مش آيات nima uchun tushgan jahiliyatdagilar o'g'illarga miras berib ayollarni yoki ushaqlarni miras mahrum qiladigan ish bo'lg'achqa bunning kallasida adrian o'g'il bunda afzal demasa Alloh taolo shu jahiliyatning kallasida o'g'il afzal ashular miras oldi deganda buni bo'lganki o'g'ilning ismini bosh chiqadi dedi. Yani uchun ikkisi bo'lgan afzal bo'lmasa bu afzal bo'lmasa ikkisi bor lekin uning ustidagi majburiyatlar mas'uliyatlar ikkisi ig'ir bo'lg'achqa ular shu ayollarni boqmasa bo'lmaydi. Chunki ayol kishi aksini shu yani fadli deganimda bu mutlaq unda o'g'ilni afdal deyil bo'lmasi mumkin. Nisbiy bo'lishi mumkin. Ba'zi tarafdan afzal, ba'zi tarafdan afzal emas. Yoki jahiliyatning kallasida bo'lgan qarash nisi bo'yicha boshda bunning kallasiga o'g'il qilgan bo'lsa, o'g'ilni qilgan deyilsa. Faqila kafa dhukura an du'ifa lahum
نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. Buradan da müşahatta lizzekar daplan başlaşta demek şeyse uğavallığa kızların hakkını işke sıkıtayın aşkıpaya. Kıpaya olan iken kızların hakkını yani ilişka yani tekama önde işkirlep mıni vermey buldu kılanlar. Kızların hakkını ililip kızların mahrum kılıp tarafından mıni vermeler. Ma idlaihinna minal qaraba degan ash qizlarmi ash o'g'illar o'xshash meyitga bir taraf tutishi tuqqanchilik tutishi o'xshash darajada bo'lgan ekan. Idla degan mashada shu meyitga tutish tuqqanchilik darajasi tutishi degan gap. Aslida sangilab degan buduga yo'q ashu nima sangilab nimaga qanday tutishdi desa ma'u bolasi bo'lsa bolasi navrisi bo'lsa navrisi shunga o'xshash. والمراد حال الاجتماع أن مشاهدة للذكر مثل حظ الأنثيين ديان مشو إشكيسي بلاش farzandlarning ichida qiz va o'g'il bo'lsa har ikki turdagi farzand tepilsa bunda ikkisi bo'ladi birisiga birasi lekin qizdan bo'lsa ikkisi degan gap yo'q yoki o'g'ildan bo'lsa ikkisi birasi degan gap yo'q. أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان لهما سهمان كما أن لهما سهمين. يعني bir o'g'il bilan ikki qiz jam bo'lib qolsa, o'g'ilga 2 ulush, ikki qizga 2 ulush, birdan 2 ulush, unda 4 ulushni unda taqsim qildik deydi. وأما في حال الانفراد أما yolg'iz bo'lib qolgan ahvolda فالابن يأخذ المال كله. Yani yalnız bir oğul olsa, yalnız bir oğul hemen alır. Elbette onun anısı olsa, oğlunun aldığının anısı başka. Lakin yalnız bir oğul, ya yalnız kız yendek bulup kalsa, o yalnız oğul hemen alır. Vel bintane ta'khudane thuluthayn. Kız thuluthayn alır. Yok bu ahvalda onda müstahazil unsayn diyen ikkisi birisi diyen gap yok. Ve delilu aleyhi ennehu etba'uhu hukmel infirad. Demek yuqorida lidagi mustahaqil unsayn bu ikki jinsga bolalar tang tepilgan ahvolda dedi. Endi o'shaning tang tepilmagan ahvolda munda bo'ldi degandikan, ustigisa ikkisi tang tepilgan ahvolda demakchi ekan deb ana dalil bo'ldi dedi. Mesela hikayette فإن كنا نساء يعني تولغان بالله قزلان بلاب قاسا أي فإن كانت الأولاد نساء خلصا سب قز دمجي وغل قتلش مغان يعني بناتا ليس معهن ابن وغل فرزند يوق همس قز بلاب قاسا فوق اثنتين شكدن جقرين خبرن كانن لكانا شكي اشكدن جقر دمجي bu kanininki ikkinchi xabari ekan. Birinchi xabari qasida birincisi nisa İkincisi fevkatnatayn. İsmi şu el-mevludat, el-mevalid yani bunlar. Ev sıfat nisa, nisa'an fevkatnatayn. Yani bu nisa'nın sıfatı da baktı. Ey nisa'an zaidat al-ethnatayn. İkiden artık bolsa, yani iki ve ondan artık bolsa. Kalahunna thulutha ma tarak. Ularga aş meyit taşlap ketken mirasning 3dan 2si tegido. لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك والميت ما ترك ينسونا كم ترك تلد ينقطنا درجول بهذا ما ترك الميت يعني ما ترك الوالد دمده نمشان ميراثta عند تشكك الغام أول بواللقتن بو إن قوغاشكا تشكك كشي شون دادسي كالكين إنقطي وإن كانت واحدة فلها النصف yalnız bir qizlan bo'lib qolsa uningga 20 tegadi mirosning 20 deydi. Ay va in kantil mawludatu munfaridatan yani yalnız bir qiz bo'lsa demakchi. O'g'il yo'q, boshqa qizmi yo'q. Wahidatun madani ala kana at-tamma. Wahidatun deb qiraat qildi Madina qorilari dedim. Qanda i'rob bo'yicha kana tamma. Yani özünden failelerle ittifak kıldıgan raf'ul ismi ve nasbul haber diyen gap yok. Unda ameli yok. Bunda bir adet gibi pil kana deb bisavlab shunda marfuat o'qidi. Va nasbu awfaq. Lekin bu yerda zivar o'qish, ya'ni bizning qiraatimizga o'qish bakrak shudo deydi. لقوله فإن كنا نساء نساء وغنكم ميادان واحدة وسا قلت شدودي فإن قلت قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن هذا بالاعتراض قد ممكن مثلا قز bir o'g'il bilan birga kelgan ahvolda o'g'il ikki qiz bilan tang oladi yani bir qizdan ikkisini oladi ikki qizga ikki ulushganda o'g'ilning ikki ulushini oladi bir qizning og'inining ikkisini deb oyatda bayon qildi ama
Yani ikinci ma fenkunna nisan fawqatnatayn deganda nima bayon qildi? Va hukmul banati wal binti fi halil infirad. Qizlar ikkinchi qo'sin yoki yolg'iz bir qiz bo'lib qolsa, buning hukmini bayon qildi. Tamam? Lekin yerda walan nazkur hukmal bintayn fi halil infiradi kama hukmuhuma. Biz bintayn va shirda jiratdiq baytni. Lekin yerda yo'q bintayn fawqatnatayn dedi. Yani ikkinchi yuqori bo'lsa degan uchdan tartib hisoblaymiz demoqchiman. Yani ikkininkini bayon qilmadigo deb qolsang deydi. Uning hukmi nimamisa deb qolsang, qultu bunda javob beraman. Hukmuhuma muxtalafun fi. Bunda ko'z qarash o'xshash emas. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhu nazzalahuma manzilatal wahidati la manzilatal jamaa. Ibn Abbas ikki qiz bo'lsa-mu, bir qizning hukmida debdi. Uch qizning hukmida emas. Hali bir qizni bayon qildi. Uch qizni bayon qildi. Ikki qizda ixtilof bo'ldi. Ma Ibn Abbas bir qiz tarafga tortibdi o'xshaydi. Ha, jumhur uch qiz tarafga tortibdi. Uch qizning hukmini beribdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu nazalama manzilatal wahidati la manzilatal jamaati va ghayruhu min as-sahabati radhiyallohu anhum. Sahabe kiramlar o'nlik ashkot imomlar hammasi a'tawhuma hukmal jamaati. Ashu uch qizning hukmi o'xshash deyibdi. Jumhurning qilibdi. بمقتضى قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. Yani muş ayetning taqazzasi nimada? Bir o'g'ilga ikki qizning nasibasi keldi deganda. Ondan yerimi bir qizga keldi. Nabasning dalillari bor. Savqatnatayn dedi. Nabasning dalillari. Natayn nimada? Savqatnatayn. Ikkining ustida degan gap ikki degan gap emas bu. Demak, bizni bayon qildi, ikkining ustidagini bayon qildi. Ya'ni birisiga o'xshash degan gap ma'lum. وذلك لأن من مات وخلف بنتا وابنا مثلا unda ahvol bo'lib qolsa deydi. Bir kishi o'lib ketib, bir qiz, bir o'g'ilni qoldirib ketdi. Fasulutu lil bint, nima? Va sulutan lil ibn. Ana qizning ikkisini olganmikin bo'ldi. Fayda kana sulutu li bintin wahidatin, uchdan biri bir qizga tekkan ekan, uchdan ikkisi ikki qizga tegadigan bo'lgan ekan, bizning yuqorida jumhurning qarashiga bunday hisoblasak endi chiqdi deydi. Shu oyatda imkon vahida nisf tudish nima? Faqat natay tudisayn dedi. Walianna qala fi akhir sura, shu suraning oxirida bir mirasa oyati bor. Inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illa lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthan mimma tarak. Hemşiresi doğruluk ikki hemşiresinin gibini qildim yani. Yani fawqatnatayn dedi, isnatayn deb nassam dedi. Demak, isnatayn da sulusayn oldigan ahvol. Hemşiresida. Do'nki qizning ahvolimi endi bo'lish kerak. Yani hozir qiyos qilyapti. Demak, bundan qilsak, hemşire to'g'riliq kelgan ahvolga shuda, umum qoidaga hammaga uyg'un chiqadi deb jumhurning qarashini kuchlantiradi. Demak, yuqorida fa in kana thulutu li bintin wahida, bir qizga sulus kelgan ahvolda ikki qiz bo'lsa sulusayn keldi, cho'qim. Davonkin biz sulusayn deymiz bana. Bek muvaffaq deydi. Wal bintan amassu rahman bil mayyiti min al ukhtayn. Bu ukhtaynga sulusayn keladi deb aniq davatsa, bu ikki qiz ikki hemşire qaraganda yaqinroq tuqqan bo'lsa, buni albatta sulusayn deyish kerak. Hem yerda mushi delgadir. Agar bakrak yaqin tuqqan desa, Ibn Abbas yerimi keldi degan, demak majmuadan jiqroq birimiz degan. To'g'ri. Fa awjabu lahumma ma awjaballohu lil ukhtayn. Shu ikki qizga Alloh taolo ikki hemshirga bergan as-sulusaynni belgildi jumhur dedi. Wa lam yunqisu hazzahuma an hazz man huwa ab'adu minhuma. Ularning nasibasini, ikki qizning nasibasini bu ikki qizdan jiroqroq tuqqan bo'lgan ikki hemshirning nasibasidan to'ltirtmadi. Wa li anna al-bint lamma wajaba laha مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها. هذا bir qiz bo'lsa, bir o'g'il bo'lsa, o'g'il bo'lganlik uchun qizga sulus kiribdi, shunami? Sulusayn o'g'il bo'ldi. Undan ekan, ay o'g'ilning o'rnida bir qiz bo'lib qolsa, bir qiz, bir o'g'il bo'lsa, shu bo'liblar, bir qizga bir hassa, bir o'g'il ikkisi bir to'q. Ham shu ikkisi o'g'ilning o'rnida bir qiz bo'lib qolsa,
Hozir shu bintayn degan ash o'g'alning o'rnida hozir bir qiz bor. Ma qiz bilan ma qiz uxtayn bo'ldi. Shunday ahvolda dedim. Lug'aviyat to'xtab Ibn Abbosning chiqqan fo'qit degan ishkining ustida ekan, ishkining ustiga olmaydi odatda. Ha shu ishkining ustida degan bu uchdan tartib nima qildi desakmi, lekin ishkini nafiy qildi degan gap chiqmadi. Ishkini hukmi yo'q degan bo'ldi. Bu chaqda ishkini hukmini naqatimiz deganda bu chaqda ma'noga yaqinmi degan gap. Undaqki o'g'alning o'rnida biz qizning bir sivada faraz qilib tursak, kan ahra an yajib laha thuluth idza kanat ma ukhtin mithlaha. O'zga o'xshash bir hamshirasi bilan birga bo'lgan ahvolda albatta 3dan 1ni ola oladi deydi. Ya'ni u qiz 3dan 1dan 1ni oldi, ukhti mithlaha, ya'ni bir singlisi aytsa 3dan 1ni oldi, sonra ikkisini bo'ldi, thuluthayn oldi deydi. Wa yakun li ukhtiha ma'aha mislu ma kana yajib laha aydan ma akhiha law infaradat ma'ahu. Davanikin ash bir qizga agar bir o'g'il bo'lgan bo'lsa 3dan 1 tegitdi, u 3dan 1 shu holatga kelgan tegaverdi. Andan yana ash o'g'ilning o'rnida bir qiz bo'lib qolsa, uning yana sulusdan 1 tegitdi va ikki qizninkini jug'lasak sulusayn chiqadi deydi. Natija tavajaba lahuma thuluthan. Ikki qizdan bo'lsa sulusayn tegishi vojib bo'ldi deydi. Wa fil ayati dalalatun ala anna al-mala kulluhu lil-dhakari idza lam yakun ma'ahu untha. Endi oyatda o'g'ildan bo'lib qiz bo'lmasa, ash o'g'il hamma molni olib ketganligiga dalolat bor. Li'annahu ja'ala liz-zakari misla hazzul unthayayn. Chunki o'g'il ikki qizning aslini oladi. Agar vaqt ja'ala lil-untha nisf. Bir qizga yerini belgiladimi? Undan keyin bir o'g'il bo'lsa ikki qizning o'rnini turamda. Ikki qizning nisbisi yerimdan xuddi butunda. Undan 100% oldi degandek bir mazmun chiqdi deydi. فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل. لأن كان يلغز bir o'g'il bo'lib qolsa, odatda bir qizga yerim 50% degan ekan, odatda yolg'iz o'g'il ikki qizning nisbasini olgan bo'lgan ekan, bu o'g'il 100% oldi degan. Qiz 50% olgan. Yani bunda bir ishorat bor. Ajroq dalolat olsun bor edi. Nas bo'lmasa unda. Va damiru fi wa li abawayhi lil mayyit va li abaway al mayyit. Yani bu o'lib ketgan odamning ota-onasi. Bu hamda yuqorqi oyatda tar'ul varisning nisbalarini bayon qilgan bo'lsa, hozir usulninki nisbalarini bayon qilyapti. Wal murad al-abu wal ummu illa annahu ghallaba az-zakar. Yani abawayn degan ona bilan dada, ab deganni taglib qilib abawayn deyapti. Ghullaba az-zakaru. Yoki ghallaba az-zakara. لكل واحد منهما السدس. Her biriga 6dan 1dan tegadi. Yani shunday ahvolda masalan erkak bilan kishi tang murasalga ahvol bo'ladi. Bilaman. Ota-ona hozir tang murasalga likul واحد منهما السدس. Yani dadam o sudus aldı, anam sudus aldı. Hozir bir er bilan bir ayolning nisbasi tanglab qoldi. Demak, ba'zi ahvollar er bilan ayol yani o qanday yaqin tuqqanimiz shu bir xil darajaga tang olib qolgan ahvolim bor. Ba'zida ayol kishi jiq olgan ahvolim bor. Ba'zi deydan shariatda do'mni xuddi hamma ahvolda er ayolning ikkisini oladi, unda emas. Ba'zi ahvolda unda tang olib qolgan bor. Ba'zida ayol jiq olib qolgan ahvol bor. Ba'zi er mahrum bo'lib ketib ayol oldigan bor. Badalun min li abawayhi. Likul واحد منهما السدس degan ولی أبويه ذن بدل يعني لكل واحد منهما السدس يعني بتكرير العامل لكل واحد لقينا شو عامل ما أي لامنا ده لامنا ولي أبويه ولكل واحد ده إشكالامنا تكرار ده وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه. المشاهدة لكل واحد من ماذا aşklarının her biri altıdan biri de koysa, eğer her biri demese, veli ebeveyhi sudus da koysa, atası ikisi altıdan birini alırdı. Yani işkeylen altıdan birini alırdı, şunu üzere bölüş oldu diyen bulup kalktı. Yok, sudusayn emas, sudusla alırdı diyen buldu. Adım adımızda, onun sudusunu alırdı, dadı sudusunu alırdı, yani sudusayn alırdı. لكل واحد كذا. her biriga deb ayrim qo'ydi. Walau qila wali abawayhi sudusan. Yana wali abawayhi sudusan deb qo'ygan bo'lsa, la awhama qismatu sudusayn alayma ala tasyan shu. Lekin bu ilgari qismi ekan, wali abawayhi sudus lakan zahiru ishtirakuma fi. Mana shu o'xshash ketgan.
وَلَوْ قِيلَ وَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسَانِ Mesela ata-ana sudusni ishkini oldi deb qolgan bo'lsa, u chog'da sudusayni ikkalanga tang taqsim qilamiz degan ma'no bo'ldi dedi. Yoki agar shu tang taqsim qilinsa, agar tushirdi. Lekin bu yana balki ayol azroq qilib, birga jiqroq berishni uni. Chunki oltidan birdan ikki qilamaydi. Sulus deymiz. Oshina hozir bir ana bilan bir dala taqsim qilsak, tang taqsim qilsak sudusni chiqadi, to'g'ri chiqadi. Lekin buni unda izlagan insonning senda tushunib qilib qilsak qachondan buni boshqacha ekan. Ana azroq biran deganda gap chiqib qoldi. Lekin har biri sudus qilsa hech qanday yurishga bo'lmaydi dedi. Walau qila wa likulli wahidin min abawayhi as-sudus agar manda deb qolsa la dhahabat fa'idatu at-ta'kid wa huwa at-tafsil ba'da al-ijmal. Endi bu yerda oyatda degandek emas. Manda shaklda deb qolsa, bu yerda ta'kidlash foydasi yo'qolib ketibdi deydi. Yani başta vali abawayda bir ijmali dedi. Ata-onasiga deyapti. Ondan keyin har biriga deb ayrim tafsiri bayon qildi. Lekin at-tafsil badal ijmal degan bu bir ta'kid bo'ldi-da, bu ta'kid yo'qolib ketdi. Chunki ma keyingi iborada munda deb qolsa degan ibora va likul wahidin min abawayhi sudus. Ya başta unda ijmal qilib keyin tafsir qilish yo'q. Was-sudusu mubtada xabaruhu li abawayhi. Demak bu mubtada muakhkhar ekan, tamam? أو خبر مقدم كان والبدل متوسط بينهما للبيان لكل واحد منهما دينا بدل دو bu texim aşında yuqorqidek anda nimani texim uçuqlab birish izohlab birish uchun o'ttirishlar bo'ldi bu. Va qaral Hasan al-sudusu va al-rubu va al-thumunu va al-thuluthu bit-takhfif. Shunama? Bit-takhfif degan shuda tashdid yo'q hozir bunda. O'tirni sakinlik sura o'qitdi. بالتخفيف degan shumi? Bu taxfif degan tashdidsiz demo yoki o'ttirdan degan shu tashdidsiz degan gapda endi shu tashdidsiz bo'lish kerakmi? Tashdidsiz bo'lish kerak. Lekin mana shu sakin o'qidi demak. Mana da oldim. Qara al-Hasanu al-sudusu wal-rubu deganda. Ar-rubu as-sudus demak bunda taxfif qildi deb tushundim. Shaxsiyat qilmaydi. Taxfif degan shu tashdidni taxfif qilayotgandek-chi. As-sulut bo'lsin uni taxfif. Shu bizim jumlaning qiladimi taxfif shu. Lekin buni tashdidni taxfif qilayotganga deyman. Demak, o'sha ikki xil deb qo'yaylik. Agar tashdidni taxfif qilayotsak, al-sudus al-rubu degandek o'qiydi. Agar o'ttirdiganlikning dammini sakin qilayotsak, as-sudsu var-rub'u va-thumnu va-thulthu deb bunday qiladi. Bu taxmo taqil bo'lib ketgan. Mimma taraka in kana lahu walad. Walad degan yaqala zakar va unsa. Kullu mawlud fa huwa walad. Yani biz hozir walad desa o'g'ilda tushunib qolamiz. Lekin qiz bo'lmi walad. Agar shu mayitninki farzand bo'lib qolsa, qiz o'zini o'g'il bo'lsin, farzand bo'lib qolsa, ata-onasiga har biriga oltidan biri tegadi. Fa illam yakul lahu waladun va warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Mayitning farzand yo'q ekan, ata-onasi bilan bor ekan. Ata-onasi mirosini oldi ekan. Bu chog'da onasiga 3dan biri. Unda oldi ekan, dadasi cho'd degan gap bor. Shuni sen oldi. Kaptag'ini shundan oldi degan gap. Ey mimma taraka. Hozir ma dada bilan onning unisi ajr o'xshashmadi buni. Wal ma'na wa warithahu abawahu fahasb. Ata-onalar miros oladi, boshqa odam yo'q degan. Buni buqliq qilsa oltindir, bo'lmay qolsa ishda. لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين مثلا. هذا هذا بالله مس بقول كتكادن ayalım yok kendisi. Nasıl ayal olsa ketemir nokta oğlum ağılda. Ayalım yok, farzandım yok. Fakat şu ata-onasidan baki. Muş ahvalda anası 3'ten birini aldı, dadası qalanını aldı dedi. Hem de لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين ata-onasi vakil, lekin buningki ya ayol kishi bo'lsa eri vakil, ya er kishi bo'lsa ayol vakil. O'lkichi. Bunda ahvolda bo'lsa, kal ummi thuluthu ma yabqa ba'da ikhraj nasib az-zawj. Ma'lum xilofiy masala o'tdi. Bu shu xilofiy masalalarning birisi. Ya'ni ota-onasi va uning jufti bor. Bir o'lkichining qoldirib ketgan varislar jufti. Juftiga ayol bo'lsa, er bo'lsa ayol bo'ldi, tamam?
Endi ota-onasi var. Mush ahvolda qancha miras beramiz deganda talash tortishlar. Kana al-ummi thuluthu ma yabqa ba'da ikhraji nasib az-zawj. Bu jumhurning qarashimi bu. Erning nasibasini berib qo'ygandan keyin erning nasibasi yerim etdi. Farzand bo'lsa yerim. Niyada hozir farzandi yo'q mana. Xudo yerini qoldimi? Hatto qaga yerimi qoldi. Ondan qaga yerimning 3dan 1ni ana oladi. Yo'q, yani hammaning 3dan 1 emas, erninkidan bir ayirib qo'yamiz. Uni qapqaganning 3dan 1 yoki ayol bo'lsa 4dan 1ni oldimi? Uniki qapqaganni ana 3dan 1 qolganni erdi. La sulusa ma taraka. Qo'yibdagi mirosning hammasining 3dan 1ni birimiz demaydi. Sulusa ma tarakani birimiz degani, sulusul jami' degani bu Ibn Abbasning qarashi. Al-mas'ala al-gharrawiyya. Amariyya gharrawiyya degan masala shu. Agarda 3dan 1ga onni boshda berib bersak, kattalar manasini tatsa ikkisininki nisbati 2dan 1 bo'lmaydi. Unda udil kelmaydi. Asli qoida o'xshash bir nimada ayol ikkisi aralashib olsa, erning ayolning ikkisi bo'lash, ya'ni umum qoida. Lianna al-aba aqwa min al-um fil irth ma. Mirosda dada degan onadan kuchliq. Ya'ni ko'pincha ahvolda menga, hamma ahvolda emas. بدليل أن له ضعف حظها إذا خلص. إشكينا لما نبقاسا تدا أننا إشكيسنا على التري. فلو ضرب لها الثلث كاملا. ثلث لتمازا مثلا ثلث الجميع وسط دمشقنا. أشو هم مراسنا 3dan 1ni belgilesek anaga ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج ماس هم belgilesek لأبدأ إلى حط نصيبه عن نصيبها. وجد دادنينكي أنو نصيبستن تولك ketken buldu. Yani sal zamanla tön çıkıp kaldı demek. Ana olmuşsa 3dan 1ni aldı, anıkini iri 2dan 1ni ev alsa, kalkalan erning ağını ayolning ağını azalap kaldı. Azalap kaldı. Çünkü 30%'ni ana ilövetti değil mi? 33%'ni. 50% er olsa 50%'ni er aldı mı? Sağına ne 7% o 7% kaldı. 7% 30% uzun. O 7% olsa 30% ayol işkesine ağında kaldı. فإن امرأة مثلا bir misal versek bir ayol law tarakat zawjan ve abawayn. Ayol kishi o'zini erini qoldirib ketdi, ya'ni ota-onasini qoldirib ketdi. Bu chaqda erga yerimi tegdi. Valil ummu thuluth. Ana 3dan 1ni oldi, 33% degani shu. Val baqi lil ab, o 7% degani shu. Hajatul ummu sahmayn 33% oldi, dada o 7%dan bir sahmini olgan bo'ldi. فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ما هو من الشريعة منك حكم كافر ولا قلب. يعني من الجميع ديلاش. فلو ضرب له الثلث من كامل التركة ديلا أجل ده بشنسك كاملا تكملدم كاملا تكمل شو ما نشخده لو ضرب له الثلث كاملا من كامل التركة فلإمه بكسر الهمزة حمزة وعلي لمجاورة كسر اللام. أما حمزة وعلي الكسائي بقارلا ديان إمدا كسر اللام أشهمزة كسر اللام أخطو لإمه نمشي سما اللام كسر اللام كان لأود من دا زردن شفيتش بو إغرته لإيدسك أصلا من دا شخدوا دمكشي ياكي إم ديان ديان السوزدكي يعني بر لهجة nadir bir lahjada işte im dediğin baki. Bu da aslında bir Arapların bir lügatı desek buldu. Fa in kana lahu yani meytinke ihwatun bu erkek insan da büstkallar var. Farzandları yok kendimce. Fa li ummihi sudus bu çağda anası 6dan 1'ini aldı. 3dan 1'den 6dan 1'i kapkaldı. Bu hazır ne demez? Hacb-i nuqsan yapmaz. 3dan 1'den 6dan 1'i düşürüp koydu ana. İhva boğallık. Kim bul almaydı manasını? Güzel almaydı. Güzel almaydı. Anlamı manasını tutun. İza kana lil-meyyit ithnan min al-ikhwa. İkhwa degan müşkülke kelgan ekan. Ikki yoki ikkidan jiqroq hamshirli olamdi, o'g'il yutuqqanlar kukul olamdi, asal olamdi, mushul bo'lib qolsa, fali ummi sudus. Anasi 6dan 1ni oldi. Wal akhul wahid la yahjubu. Ya'ni imkonlar ikhwa dedi.
Yani ihva yani ikkidan ko'p bo'lsa, onini 3dan 1dan 6dan 1ga tushirib qo'yadi. Lekin bir axlab qolsa, unda lewmus sudus emas, lewmus sulus bo'ldi. Yolg'iz bir qarindosh onining haqqini unda to'ltamaydi deydi. Nima mishada shu ihva miras ammusimi? Chunki dadi bo'lmaydi. Dadi bo'lgan ekan u bistiqalla, u balla miras olmaydi. Yani o'lgisini bistiqini miras olmaydi. O'lgisini dadi so'g'anlik uchun. Miras olmasimi? Onining 3dan 1 oldigan naslini 6dan 1 tushirib qo'ydi ekan. Yani Ibn Abbas debdi, shu bistiqalla, shu ihva, ani tushirib qo'ydigan. Hadi onining 6dan 1 naslini kim aytibdi? Shu 6dan 1 o'zi kim aytayotganini o'zi oladi Ibn Abbas. Demek cumhur ihva kim aytayotgan bilan miras olmaydi-da. Ibn Abbas ya ash kim aytayotgan naslini, ash ana almoqchi bo'lgan naslini bu kim aytayotganga o'zi oladi. Yani Ibn Abbas'ın bir qarashda agar hamshirlar bo'lib qolsa, o'g'il yo'q bo'lib qolsa, haj qilib qolmaydi degan qarashmaydi. Yani ikki bo'lsa, ikki akko'zimi haj qilolmaydi. Oyatda savqatlar bor. Ihva degan ko'pchilikda emas, ko'pchilikda ham ikkidan ortiq deymiz. O ikki deganlar axavan deydi. Arab tilida ihva degan shu tasbiydi deb turibdi. Lekin shu jumhurning usulan taqsim qilinadilar. Wal a'yanu wal allatu wal akhyafu fi hajb al umm sawa'an. Ma Ibn Abbas'ın size qarshi, ma jumhurning qarshidir. Ibn Abbas'ın size xilaf. Al a'yan degan nima esa? Al a'yan al ikhwa min abin wa ummin. Bir anadan bir dadadan bo'lgan qarindoshlar, bir tuqqanlar deymiz. Allat degan ana boshqa bir tuqqanlar. Ana boshqa bir tuqqanlar. Boshqa anadan bo'lgan bir tuqqanlar deymiz. Chunki hadisda ana awlan nasi ibn Maryam. İsa ibn Maryam min awlad Rasulullah. Laysa bayni va baynahu nabiy. Yani bir lafzda al-anbiya ikhwa li'allat ummatum shatta wa dinuhum wahid. Mesela ummat shatta degani bildiradi Allah degan. Al-akhyaf ashu Allahning tam aksi. Ana bir dada boshqa bir tuqqanlar yani. Fi hajbul umma sawa. Anini 3dan 1dan 6dan 1ga tushirib qo'yishda mushunda hamma tuqqanlar Döndüğü gibi tıkallamamızsa o'xshash qarildi ekan. Fe'lamchi o'tilmaydi. Öyle o'tilmaydi. Lekin Ibn Abbas bilan jumhur ixtilof bo'lgani, Ibn Abbas aytsanizda tıkallan sapanda bo'lib qolsa, o'g'il yo'qmasa, aytsangiz hamshirlar bo'lib qolsa, unda haj qilinmaydi, to'n tushirib qo'yilmaydi. O'g'il aralashuv shu qo'ydi nima? Yani dadı bir anı bir qarindosh yoki bo'lmasa ana bir dada boshqa yoki ana boshqa dada bir bo'lsa hammasi o'qish bo'ladi. Hammasi o'qish bo'ladi. Ibn Abbas fatvoda bir o'g'il bir qiz qilmasa qoldi. Bir o'g'il qilolmaydi. Ikki bo'lsa qilolmaydi. Uch bo'lish kerak emas. Lekin uch bo'lsa-mu o'g'il aralash yoki o'g'il sap bo'lish kerak. Agar sap qizil bo'lib qolsa, yana qilolmaydi. Bu shu lug'atga ihvo degan lug'atga tayangan. Ihvo degan axavayndan yuqini ko'rsam-da, ikki bo'lsa axavan deymiz. İxva deganda o'g'illarga shutib, agar qizlarning o'zi axavat deytib demakchi. Min ba'd wasiyatin mutaalliqun bima taqaddama min qismat al-mawarid kullaha la bima yalihi wahdahu. Yani yuqorida miras taqsimotining hammasi ayyusikumullahu hammasi ma oxirdagini bilamas, ha? Tayinlar yakun awwaladan fali ummi sudus ya ma'ni bilamas. Shu yuqorida deb ketgan ahkamlarning hammasi kana qismati hadil ansaba min ba'd wasiya. Yani yuqorida qarshi nasibalarni taqsim qilish ahkamlarining hammasi vasiyatdan keyin undan taqsim qilindi. Hatta o'g'il yusikumullahu masalan yani shu o'g'ilga, qizga, onaga, dadaga, erga berish hammasi vasiyatini o'rinda qilib, undan miras taqsim qilsa degan. Yusa biha wa ma ba'dahu bi fath as-sadayn Makki va Shami ve Hammad. Muş qariler, Mekke qarileri, mesela İbn Kesir'de, Şam qarileri, İbn Amr qatarlıqlar. Yani Hammad, bu da Hammad mı şu İmam Ebu Hanife'nin sözü? Bu İbrahim'in Nakhay'ın sözü. Ve Yahya. Demek, ma qariler de bu da Yusa biha. Biz Yusi. Biz Yusi de bulduk. Hem de bir fath-ı sadayn degene
Ma'nada buyursa, onunki yana buyursa açıldı. İkinci ayette. Bunun degeni ama yani saat okudu demekçi. İki yusine yusadat bunda okudu demekçi. Şimdi Yahya vafakal a'şa fil ula. Birinci muşahit yusida vafakahu fil kesri fil ula demekçi. Ve hafsun fil thaniye li mucavarati yura. Ve hafsan fil thaniye şu. Çokum. Çünkü hafsta ikincisi de Yusa da okuydu doğru. İkinci Yusa da doğru. Demek Yahya ikincisi de Hafs'a okşaş Yusa da okuduğu için Yura doğan iken Ra doğan sağ zıvar da udulkir için. Yura mecruan kan. Ama mecrur ve keseral ula li mucavar yusikumullah. Hem de Hafs Yahya'dan Hafs adlı birincisine zır okunuşuna ama ne için? Yusikumullah yusi diyen aslında zırılan kelgelik yusi dep keldi. Yani ikisine okşaş hoşuna kalan ki okşaş sıkırış içinde. El-Bâkuna bikesir s-sâdeyni eyyusi bihel meyyit. Yani başkalar çoğu desen zırı okudu. Lakin o mücavaret yusikumullah bas meyyit yusi diyemez. İkinci yusini gibi şuna bak. Değil mi? Bikesir s-sâdeyni. Birinci ikincisine zırı okudu değil misin? Yani bu yukarıda ismi atalganlardan başkalar ikili yusini yusi dep kıraat kıldı. Yusa dini dedi. Yani meyyit yusi bihel meyyit. Yani faaladır meyyit. Ev deyin yaki karizlinkin. Ondan biz miras taksim kılıştığı göre vesiyet bilen karizne bir taraf kılıştılar. Ondan katkağını tak miras diye söyleyiniz. Ev deyin diyen iki tak kayıt kısmı diyen buldu. Ya kayıt kısmı. Çünkü ikisi tam jığılışımı gerekemez derdi. Yani çok hem vesiyet hem kaza buluşun hatayı. Bazı kaza fakat yok oluşu mümkün. Bazı vesiyet yok oluşu mümkün. Mesela vesiyetle kaza birbirinin eşbek yağılıp bastı. Eğer kalıp kalsa şu kazı birinci kıratmış. Başkılının hakkını ötürüp olan iken kalını aşedeminin meyitinin hakkı oldu. Bu meyit şunun da hukuku yitirdi. Eğer evdeyin degeniz şu ya bu boğan ahvalda aşıladın kim aldın kasım kılıçsız demek için. Şu kazı zaten vesiyetine girin. Kazı kez çok da miras kemedi. Vasiyet ya ki miras mı veka oldu. Kazı kessen mi? Ya ki gelmeye kalırsa. Vel işkâlu enned-deyne mukaddamun alal vasiyet fi şer'ana. Yani ki hazır düşünmeye kaldıran bir mesele var. Şeriatta karız degan vasiyetin aldın orunda turdu. Yani biz adı bayatın noktagan mesele şu. Bunu yerde bayan kılıverdi. Ve kuddimetul vasiye aled-deyn fitlar. Anda karız şeriatta aldın orunda turgan tursa, benim için bir yerde vasiyetine karızdan aldığa kep koygandı. Degan bir munda müşkil çıkılır. الجواب لما إن أو لا تدل على الترتيب ألا ترى أنك إذا قلت جاءني زيد أو عمرو كان المعنى جاءني أحد الرجلين كنن بريد ينبض معنى أنزل آنه ده ترتنا بالدميدون فكان التقدير في قوله من بعض الوصية يوصي بها أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية أو الدين من بعض الوصية يوصي بها أو دين دينا وصية olsun kaz olsun iştin kim ينبض yani vesiyet başta kaz onun için din getirmez. Eğer ki şeriat mandat, tilavet mandat degeni kandak Kur'an degen şeriat bulsa. Şu. Hazır ayetten tertmen çıkmadı. Ayet Kur'an'da mesela vesiyet başka gelmeden ondan başta vesiyetine ada kılınsız din geçmedi. Bunun manası ya vesiyet ya kaz olsun muş işten birisi ya işkili sorap kalsın işkisini tüketip boğanın için adı tasdim kılısı din geçiyordu. Çünkü şeriatta biz bir adam ölüp geçse başta kıldığı iş onu jüp taraf defne kılmışız tamam mı? Namazın şürümüz. Namazın şürüsüne göre kazanımda sonra Resulullah'ın da kazı takipleş için bazı üz üçünden başlığı şürücetken. Demek yargı koyup olduk. Koyulanken anda bunun birisi olup kalır kilanlar ya ki ezip kaldığım olsa miras İsa olap neşbül miras satır kendisi başta onun köy kaz olsun onun kendisi verirsiniz. Onun diye vesiyet kıldım ama vesiyet kıttı kendisi ama onun köy vesiyet kıttı kendisi onun köy bir şey. Onda kalkağını varis miras kodlarına taslim kılmaz. Eğer bu ayetinin zahiri asasından şu zahirden bu şuna ters çıkmaydı düzdü. Çıkmaydı düzdü. Peki Kur'an başka ters çıkmasın bunu mesela. Ondan çıkmazsa. Ev kendi atacağım. Bir adım da ters çıkmaydı. Vav olan diyen bu belki ters çıkarttı. Yani ya bu kandık olsa müşriklerden kim taksim kılıçlar gelmedi. وَلَوْ قِيلَ بِهَذَا اللَّفْظ لَمْ يَدْرِ فِيهِ التَّرْتِيبِ
Demek buna tertip mezmun çıkmaydı. Bel yecuzu takdimun muakhar ve ta'khirul muqaddam kada huna. Devam iken, biz bergen misalda mı onda tertip olmayan iken, ma'nında bu deyinni başta ada qilib o'tib, undan vasiyatni ada qiladi, undan ondan mirasxo'rlarga taqsim qiladi. Ve innema qaddamna ad-dayna 'ala al-wasiyya. Amda shariatda nima uchun qarzni başta ada qilib dedi? Çünkü Resulullah bunda deganday. Ala inna ad-dayna qabla al-wasiyya. Yani bu hadis mesela acilab qalsa, ölüm ala deyin degan bu haqqul g'ayr. Tamam? Bu adamning o'zining iqtisodi emas. Bu adam vasiyat qilish o'zining iqtisodi, huquq doirasida qilgan vasiyatdir bu. Lekin boshqaning haqqini bir bular o'zining haqqi qoldi degan chog'da vasiyatdan shu o'zining iqtisodini ishlaydi. Bu mantiqiy o'rinli qilinadi. ولأنها تشبه الميراث من حيث أنها صلة بلا عوض. Yani o bir taraftan yani vasiyat degan mirasga o'xshab qoladi bu. Miras deganmi, tuqqan bo'lganlikdan Makkada birinchi qarshiliksiz. Vasiyat deganmi, qarshisiz Makkada birinchi. Undan bu mirasga o'xshab qoladi. Ikkinchisi o'lgandan keyin ijro qilingan ishlar. Fakan ikhrajuha mimma yashuq ala al-waratha. Undan vasiyatni berishmi mirasxo'rlarga erikildi. Chunki uning haqqi nesisi azab ketadi. Ular o'diradigan bir ish bu vasiyat degan. Bakar falanga mansek biranda vasiyat qo'yapti. Erikildi. Momam hozir o'zi turayotgan bir uy bor-da, endi turdim cho'ng uy. Shunda mana nima qilyapti-da? Vasiyat qilyapti. Lekin momamning hamda ikki o'g'illarni Barisi var. Uch o'g'il, ikki qiz bor. Shunda şu uy 3dan 1 hissa darsi bo'lsa, ashun eshib ketmasa, kishiga. Agar 3dan 1dan eshib ketgan bo'lsa, eshib ketgan miqdorda sizlar unga erishamaysiz. Pulni sizin biramdek, vasiyat anada qalamdi. Ya, anada qalamdi. Ya 3dan 1 dardi kishiga. 3dan 1 dardi. Mesela şu 3dan 1 hissada 100 ming ko'ygan. Bu uy 110 ming ko'ylik qo'ygan. 10 ming ko'yni siz baslar uyni alvasli. وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين. Tarz deganni odatda to'lmay chari yo'q. Chunki uning naqd ma'dab uchun kanun qilgan ilgisi bor. To'lmay chari yo'q. Lekin vasiyat deganni uni ba'zida asta amal qilmaydan, ijro qilmaydan ishtiradigan ahvolmi bo'lib qoldi. Yani sal qaraydigan yoki uni ijro qilmaydigan ahvol bo'lib qolgan bo'lsa, faquddimat ala dayn. Şuna qarzdan aldırıb qo'yishi, qarzidan billa buni sal qaramanglar degan shaklda aldırıb qo'yib qo'ydi deb baxtdan. Yani qarzi ham davomli bo'lmaydi. Ba'zi meytlarning bo'ldi, ba'zisini bo'lmaydi. Vasiyat shundan, ba'zi vasiyat bo'lmaydi. Abaukum va abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ata-onalaringlar va farzandlaringlar sizlarga foyda tegish jihatdan sizlar ularning qaysisiga yaqin buni bilmaysizlar. Kim biladi? Allah biladi. Şu Allah bunda belgilab turadi. Sen tahlil qilib bassam-mı, ma yaqin tutgan bo'lgan, bunda bilish kerakda, shunday deb bassam uni bilmaysan. Misal kum degan xitob kimga? Shikil tafsir bor. Birisi lil warasa, ya'ni birisi lil muwarrithin. O'lib ketgan odamlar. Bu o'lib ketgan odam mol topib qoldirib ketganmi, masalan, ota-ona bakrak yaqinmisan, farzanddan yaqinmi, biz tuqqanlarga yaqin qaysini bilmaysan. Nonki taqsim qilinsa Alloh taolo unda yaqin o'lcha taqsim qilib bergan. Agar lil warata deb qolsa, u boshqasi bilan chiqadi. Ma'ak satligina mana wal ma'na aqrabu lakum wal jumla fi mawdi nas bitadrun. Naf'an tamyizatan. Wal ma'na faradallahu al-fara'ida ala ma huwa 'indahu hikma. Alloh taolo mushu belgilagan nasibalarni o'zining huzuridagi hikmat bo'yicha belgilagan. Walaw wakkala zalika ilaykum, agar sizlar topshirgan bo'lsa buni lam ta'lamu ayyuhum lakum anfa. Ularning qaysi sizga bakrak yaqin, qaysi foydali bilinmay joyda unda belgilanmaydi. Fawada'tum antumul amwal ala g'ayri hikma. Lekin o'rinsiz joylarga jiqrat nasib beradigan qilibdinglar. Hikmat bilan qilmaytinglar. Va tafawutu fi istihami bi tafawutil manafa. Ana o'sha ulishning nasibining ozliqligiga, foydaning ozliqligiga bog'liq deydi. Va antum la tadruna tafawutaha. Sizlar qaysi bakrak foydali, qaysi ozroq foydali buni bilmaysizlar. Fatavallallohu zalika fadlan minhu. Şundan sizni joyli qilinmaydi deb Alloh taolo tafaddul marhamat qilib o'zidan belgilatdi. Va lam yukilha ila ijtihadikum li'ajzikum an ma'rifatil maqadir.
Her bir kişiye belgilediğin miktarını bilinmeyi kılışınla, bilişin aciz kılışınla üçün sizlerinin istadını taşlap koymay Allah üze bir taraf kılıvetti deydim. Ve mesela hitap adım ha tefsiri asasen aşk üretlikki edimli hitap. Muvarritin meres kaldırılan kişiler. Yani sen ukanmaysın ha balan sana bakırak yakın mı balanı zıkırak kaldıray. Ya ki dadam yakın mı dadamı zıkırak kaldırır da bunu ukanmaysın. Allah Teala özü belgiledi dedi. Yani bir tefsirde bu hitap lil varasari. Yani miras aldığan, miras kutlar kılıvatlan hitap dedi. Bunun manasını buldu. Sizge miras kaldırılan qaz kişinin sizge bekrek paylık geldiğini unutmasınlar. Mesela birisi vasiyet kılışım iken, birisi mokil oynamasından vasiyet koydu. Ama yani birisi bütün ömrünü miras kaldırmasından bir balık kaldı o. Onda kalsın bunun kayısı muş paylık mı emas mı muş uqmaşları. Belki dünya paylık olan bilen ahirette güzellik olsun mümkün. Çünkü onun belki hesap kitap bir gap, mesuliyeti var, zekatını ada kılmayı kılsın mümkün. Yani belki güzellik olsun mümkün sana. Macaattan bazılarına vasiyet koydu, vasiyetine atan paylık mı almasan mı? Yani vasiyet boğan bolsa paylık mıttı, bulmagan bolsa paylık mıttı. Kıygan bolsa paylık mı, kılmagan bolsa mı? Miras kaygan bolsa paylık mı, miras vermeyen bolsa mı? Bunu sen kalmaysa. Yani bazı miras kaldırmaydıgan, sana miras kaldırmaydıgan kişilerin miras kaldırmaganlıkta sana paylık mı, kaldırış paylık mı? Bunu unutmaysa. Bunu böyle şıkıldaştır var. Peki bu kitapta hitap lil muvarritin demek ki. وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لا موضع لها من الإعراب. مش جملة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا diye مش جملة kıstırma cümle. Kıstırma olanken la موضع لها من الإعراب. Bu muakkide dedi. Nenin tekrar doğan? Aşı sil bilmegenlikle kimnin bekrek faydalı, kimnin bekrek yeten, müşahitin kim bekrek esqatıda okumagan ekan, qilgan zatning belgilab berishini shu bo'yicha qilinglar, uyam-buyon qilayotmanglar. Yoki vasiyatni uyam-buyon qilayotmanglar deb shuni ta'kidlamoqchi. Demak, bu oyatdan undan ustin kelsak, masalan yerda min ba'd vasiyat yusibiha awdayn deb anda qisqarinjimi boshlangan. Abagun bilan la tadru ayyuhum aqrabu nafada. Yerda xuddi min ba'd vasiyat yusibiha awdayn faridatan min Allah deganga o'xshash. Lekin shu orliqqa oyatni qistirib qo'ydi. Faridatan nusibat nasbul masdarul muakkad. Xuddi farada degan bir jumla bor. Faradallohu zalika faridatan. Fariz deganda nazar mesela zat bilib ketsa, bolsin birisi miras olishni ilgari yoki o'lib ketishni ilgari men otamning miraslarga e'tiroz qilmayman deb chekirib chiqsa, bo'lmaydi-ku. Bo'ldi, ta'azzubni Farizning nima o'zing aytding? Shu ayol kishi masalan to'yliqni ering birlashsa bo'ldi-ku. Yo, ta'abbudi bilan farz bo'lganligini qilmasa. Shu to'yliqmi ta'abbudi-ku? Va atun nisa sadaqatina nihla faridatan min Allah zawajhum. فإن تبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. Ma'lum bu Allah Teala'da belgildi. Şunu hatta alay deb qalsa zodi ilish kerak. Yo'q, men tanazu qilma. Men rozi deb o'zim to'g'ri rozi qilgan biri o'tib qolsa, u o'zidan. Qo'liq elishni ilgari tekin barasa, elishni ilgari olsun. Çünkü miras bölgen çalar şu barlık bilip anam deyip şunun resivesini başkalarına tamam. Albatta boshqalarning nesibasini aniq bilish uchun uni tayyorlab bo'lmas. Undan shu nesibani kimga berayotgan bo'lsa, hammaga berayotgan bo'lsa, hammaga, biraylarga berayotgan bo'lsa, biraylarga bersak. Bu tanazul anil haq degan bu. Yani o o'zining mulki, u mulki tasarruf qilish to'liq huquqi bordir. Sadaq qilsa, qilibdi, sayyidiya qilsa, hiba qilsa bo'lar. Faridatan nusibat nasbul masdarun muakkad. Yani faradallahu faridatan degandek. Çünkü ayada yusikumullahu dediği, yani yusikumullahu diyen xuddi yafridu aleykum diyen ma'noga o'xshash. Lekin vasiyat degan so'zni manda nukta uchun vasiyat degan so'zni ishlatdim yani. Asla farada degan ma'noda yoki amara degan ma'noda dediq-ku. Shu mazmun bo'lg'achqa faridatan deb maf'ul mutlaq qilib qo'yibdi. Minalloh, Allohdan belgilangan narsa. Allah tarafidan kelgan belgilash bu. Innalloha kana aliman hakima. Haqiqatan Alloh taolo hamma narsani bilguchi, hikmet bilen iş kıyıcıdır. Bu eşya qabla halqiha deb turibdi. Bu eşya qabla halqiha ve ba'da halqiha ve fi kulli vaqt. Hakiman fi kulli ma farada ve qasama min al-mawarith ve gayriha ve fi kulli al-ashya. İlmi azaliyan bu. Ve lekum nisfu ma taraka azwajukum. Furu'ninkin bir bayan qilib bo'ldi. Usulninkin bayan qilish ama hamda azwajninkin bayan qilib. Shuni tarjima. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ cüptülerinle yani ayallarınla dedi mi? Lekum diyeniken. Erler sizlerge cüptülerinle, xotullarınla koyup ketken mirasının yeri mi var?
illam yakul lahunna walad. Yani farzand olmasa, yani aş ayolning farzandi bo'lmasa, bir o'g'il bo'lamdi, bir qiz bo'lamdi, qanday farzand bo'lmasa. Bu walad degan o'g'il qilam emas. Fa in kana lahunna waladun, farzand bo'lib qolsa, sizlardan bo'lgan farzand bo'lsin yoki ayolning boshqa erdan bo'lgan farzand bo'lib qolsin, aş ayolning farzand bo'lib qolsa, falakumur rubu mimma tarakna, sizlarga u ayol miras qoldirib ketgan mol dunyoninki 4dan biri tegidi. Min ba'd vasiyati yusina biha awdain, albatta yuqoriga o'xshash. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. Endi sizlar qilsanlar, sizlar farzandingiz bo'lmasa, ayollaringizga 4dan bir tegidi. Farzandingiz bo'lib qolsa, u ayoldan bo'lgan farzand bo'lsin yo boshqa ayoldan bo'lgan farzand bo'lsin, u chaqda u ayollarga 8dan biri tegidi. Min ba'd vasiyatin tusuna biha awdain, vasiyat qilgan vasiyatdan yoki qarz ishkining birdan keyin. Wal wahidu wal jama'atu sawa'un fil rub'i wa thumun. İki üç aylığa ahval bolsa, üç aylı olsun mu, şu rubunla üzere taksim kılıç oldu. Her bir rubu olsa da adam menet gitme. Ne xotun boz, bir xotundan nesirisini aldı. Ja'ala mirata zawji da'fa mirata zawja. Mana rubu thumun diyemmi mana? Mesela nasıl rubunun usta. Rubu thumundan karşılığı kılar. Ama müstahadlığın seyin buldu mana. Şu kanuniyet bu işe. Liddelat kavlihi riddeke müstahadlığın unteyin. وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ hem de 4. derecelik ahvalını beyan kılıyordu. Yani bir kişi var dedim. Yani el-meyyit ve hu ismi kâne. Yani racülün diyen ve in kâne el-meyyiti racülen diyen yapmış. Yani bir kişi öyle kitip kalsa yuratu min vurise ey yuratu minhu. Yani miras iliniduğunun dedim. Miras kalıdır diyen manda. Ve hu sıfa li racülün. Yurat diyen kişinin ahvalını beyan kılıyotkan sıfatını. Kelaleten kânenin haberi iken. Yuratu kelaleten. Ay ve in kâne racunun mevruthun minhu kelaleten. Bir erkişi olar. O erkişi xuddan beşkanda uruk tukun yok. Yalğız terektek munda miras kaldığın ahval bolsa demek. Kelal yani yalğız terek deyimiz o. Ya balısı yok ya dadısı yok. Dikende qaradım. Kelal gene haberi kâne yaptın. Peki mef'ul leyzi sekmurdu. Kelal necde ennehu leyse lehu valid ve la veled. أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث. أنا شنو تفسيره بو يورث ديانك أشو هو ديان حال دبته. لما هذا خبر كان ياك حال ياك مفعول يزيد يشغل يا ربان. الكلال إنما تطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا. إذا كان شغله ترجمة yok, atansın yok, mundabır adam bolsa, yalğız terek olsa bu kelal oldu. Yana ve ala men leysa bi veledin ve la validin minel muhallafin. Velet olanın ki şu ayın nezal, velet olsa ve ayın ala. Şu okşaş yapmam mı şu? Yukarıda okşaşım. Demek şu kaptağın kişilerge, o kişi ya kaptağın tirik adamının balısı mı emasken ya dadısı mı emasken? Nerede fukaları bariye çıkamış. Çok hızlıyla. Bir onu varis ve usul. Ya farı yok, usul yok demek. Ama nima? Fransızca şu. Kırılasları. Fransızca İbnül İbn. Fransızca Adam'ı sıkıldı. Peki çıkalır olsun ki? Ya da ya mesela ya ayılı buluşu mümkün. Ayılı ya ki çıkalır olsun. Kalır olsun. Peki balısı ya da dışı yok. Ve fil asli masdar bimanal kilal. Kilal diyen aslında çarçıp herip ketken, ağzınlık ketken, talcık ketken diyen manada. Ve kellun ala mevlah. وهو ذهاب القوة من الأعياء. Argıllıktan mağdu kamgallıkını bildiren söz. Yani demek bu istiara. Yani bir parçılık münasebet yok bir yerde. Bal diyen dazan parçası olduğu mu bir nasıl? Demek bu parçılık bir münasebet yok. Bir parçası emez. Yani istiara kılınıp şu argıllıktan istiara ilindedir. Evmratun demek ya racul ya imra. Anta bu racul ve imranın atansı yokken, farzant yokken. Ve lehu ahun ev uhtun. Ya bir kısvaken, yaki bir hemşirisi vakin. Bir kırındışı vakin çıkılır. Oğal kırındışı olsun, çiş kırındışı olsun. Yani ahunun ahyaki uhtili umgu. Li umken, onu bir kırındışı vakin deydi. Nima uchun ana bir kırındışı değmeyse? Çünkü Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh ile Abu Sa'id el-Hudri'nin kıraatida bunda kıraat vakin. وَلَهُ أَخُنْ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الْأُمْدَ. Şu kıraat bir kıl tefsirde işiltip önde düşen okuyor. فَاِنْ قُلْتَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَلِمَ أَفْرَدَ الضَّمِيرِ وَذَكَرَهُ. Yani ya racul ve yaki imra dedi. Depulap ya da velahu dedi.
velahuma aw li ahadihima degende gap qilmadi. Xuddi erlan ko'z chiqqanda bunda lahu deb qo'ydi. Ya lahadimi demas. Ya lahuma demidi. Aw li ahadihima demidi. Desam, qultu javobim amma ifraduhu fa li anna aw li ahad ash-shay'ain. Aw degan ikkining birini bildirdi. Ve amma tezkiruhu nimişin muzakkar lahu deb ekeldi. Selamı yerce ila racul. Yani muzakkarın mabduun bi. Ay racul qaytıdı. Çünkü raculdan başlagan ekan. Raculni asas qilib mana yurgan gap. Ayol bo'lib qolsa laha deb tushunilgan degan. İkinci xil qiraat va lahu akhun aw ukhtun min al-um deb turadi. Min al-um degan shu oyatda bakin. Demak, akh ya ukht müşilli demakchi. Ani bir qo'saqdan chiqqan endi. Bo'lsa. Dadı başqa? Lekin ana bir tadbirni ko'rsatmaydi, uni tushmaydi. Aw yarji'u ila ahadihima wa huwa muzakkar. Mana wa lahu degan shada, ya'ni ahaduma degan gap demakchi. Ha? Undan ahaduma degan gap shu muzakkar. Ha? Falikul wahid min masudus. Her biriga 6dan biri. Yani hozir o'g'il bishqin bo'lsa-mu 6dan biri, qiz bishqin 6dan tanishib qoladi. فإن كانوا أكثر من ذلك ونودو كبلاب قاسا من واحد يعني بردن كباسا يعني 2 3 4 يعني فهم شركاء في الثلث أجلان همسه 3'ten 1 şerik. Demek müşahede hazır 3'ten 1'ini lam alıdı neçeden bolsa taksim kılmaz dedim. لأنهم يستحقون بقرابة الأم. Çünkü ular anı taraftan tuqqan bo'lg'achqa nishada miras edish taqiq bo'ldi. Yani mirasning sababi qarabatul va hiya la tarithu akthar min al. Anininki ham yuqori oldi degan mirasni nufqasak, ya'ni fard mirasni qarasak 3'ten 1dan ortiq qolmaydi. Nisfini baramaydi. Undan ekan bu hammasi jug'lansa shu ana oldigan 3'ten 1ni ara oladi demakchi. ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى. Şu mesela bu şu ihvazır, oğul kız arlaşıyorsa, oğul onda işke saldıraş. Hemiz tan aldı. Bir kızla bir oğul tan aldı. Halim yazdı tan aldığı ahval çıktı bana. Yani şu ya aynı kep kalsa, mu ahna ağını alırdım. Onun yerimini almadı. Yani lizzekere mesela habrel unteyn emez. Min ba'd vasiyeti yusa biha udayn. Elbette yukurgu ayet okşaşmıyor. Min ba'd vasiyeti yusa biha udayn. İnnema kerratul vasiyata lihtilafil musin. Handa yuqorqi oyatda chiqdim deb qo'ygan buni. Yani ya takrorladi go desangiz, niyada vasiyat qiluvchi boshqa odamlar. Yuqorqi vasiyat qilgan boshqa odamlar edi. Lekin shuni takrorlab qo'yish kerak bo'ldi. Fal awwal al walidan wal awlad, va thani az zawja, va thalith az zawj, va rabi' al kalala. To'rt deyada takrorlandi. G'ayr mudar hal, yani ziyan umg'an holatda mudavasiyat qilib nima qilish ishlari edi. Ay yusi biha va huwa g'ayr mudar li warasati. Vasiyat qilgan chaqda mirasxo'rlarga ziyan umg'an holat qilish kerak. Masalan, o'zining bolasi 3 odam bo'lgan. Uchrab qoldi, ama ya ayoliga uchrab qoldi, ya eriga uchrab qoldi. Bu hamda ajin miras qolmasa ekan, ya menda jiqama ajraqasi ekan deb miras qoldigan pulning bir qismini vasiyat qilish orqali mayani burib o'tmoqchi. وبذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث أو الوارث. أم بذلك ضرر زيان مغالطة ديگene qanda alati buldu. Miras aldığan kişiye vasiyat qilmaysa, miras la vasiyat livaret. Onun vasiyat qilishi yo'q. Ondan 3'ten 1 darda ortiq qilmaydi. 3'ten 1 darda ortiq desan, 3'ten 1 darga tushirib qo'yadi mecbur. Endi bekor uni qiyin. Lekin varislar razilab qolmaydi. Varislar o'z rozi bilan avvalda yerim hisobini vasiyat qilgan 3'ten 1 deymiz biz yerimini biretilmaydi. Deb rozi bo'lmaydi. Lekin rozi bo'lmagan taqdirda 3'ten 1 tushirib qo'yamiz. Yana ba'zilar taqa mirasxo'rlik ziyon urish uchun ba'zilarga manshil qazim batda deb yolg'ondan qaz paydo qilib mirasning bir qismini boshqadan buyuritish mumkin. Masalan, ma'g'inamdan men unga qazim babalam deb o'ylab Ama qaz yo'q-ki. Demak, unga balamni tegmisin, boshqa sibiretaydigan. Ya ayoli bo'lsa-da, balki balasi bo'lsa-da qararmas. Ayololab ayollarni yaxshi xizmatini qilmadi deb achchiqlab qo'ygan o'ylab qilgan bo'lsa, o'chada butun mol dunyomiz xotinni qilmasin deb uni boshqa yaqinlari uni bunga mashhur qazim batda deb achchida qaz orqali ham aniga andi. Demak, bu hozir zulm endi bu. Ana haqqida boshqa burutishli bor. Ziyon urishli bor. Vasiyatan min Allah. Mushu tapılashmasa Allah Taala tapılatıdır. Mastar muakke yani yusikum bidalika vasiyatan. Vallahu subhanahu wa taala dikkat kılınlar demekçi. Vallahu alim bimen jara ev adala fi vasiyatihi. Ev bi kulli şey. Halim
anil jairi la yu'ajjiluhu bil uquba. Zulm qilganlarni qat'iy jazolatmay kinga kechiktirib qo'ydi. Oldirib ketmaydi. Va hada va'id. Demak bu hozir qattiq tahdiddan iborat. Fayn qulta fa ayna zul hali fi man qara'a yusa biha. Yusa deb zir o'qidish nima? Zir o'qigan chaqda g'ayr mudar degan hal dedik. Mush g'ayr mudar holatda vasiyat qilish kim o chaqda? Nima vasiyat yusa biha aw dayn g'ayr mudar. Yusa degan hozir xuddamda tegisi yo'q buning. Endi u g'ayr mudar ziyon olmagan holatda, bu kim ziyon olmagan holatda bir ish qildi bu yerda desa, qani egisi qultu yudmar yusi fayantasibu min fa'li. Mishara yusi degan so'z bor. İşte mukaddar kılımız de, kılımızı fikrimiz. Mesela, min ba'di vasiyeti yusa biha udeynin yusi gayr mudar. Endi. Uçada fayantasibu min fa'lihi gayr mudar der. Hal desek uçada şu huwa degenden halulab andın fi mahall nasb buldu demek. ينتصب عن فاعله ديان في محل النصب حال ولده لأنه لما قيل يوصى بها ولما أن ثم موسيا وسيت قلندو vasiyat qilingan deydigan vasiyat qilingan yelkin bir vasiyat qilish bor degan gap bormi shu kama kana rijalun fa'ilu ma yadullu alayhi yusabbihu bir oyatda yusabbihu lahu bil ghudu wal asal rijalun demak rijal shu yusabbihning fa'ili لأنه لما قال يسبح له ولما أن ثم مسبحا يسبح ساعة تسبيحان بالكشباكين لأن معلوم بوان كان سنة يسبح رجال لأن من دا مزمن çıktı مشاهدمو يوصي غير مضار دب تقدر المزمن وعلم أن الورثة أصناف أنيادا miras xorlarning turlarini bayon qilib berdi. Bir necha turlik bo'ldi. Ashabul faraid, ya'ni muayyan nasibi belgilanib ketgan. U ham bilan qiyilolmaydigan nasibasini. Ashunda mirasxo'rlar va umulladina lahum sihamun muqaddara kalbin. Masalan, birinchisi bir qiz o'lib qolsa, lahan nisf yerini oladi. Valil aksar as-sulusan. 2 degan jumhurning qarshida sulusayn olibdi. 2dan ko'p bo'lsa sulusayn. Ama ikkinchisi bintul ibn. O'g'lining qizi, navri qizi ekan, o'g'li tarafidan bo'lgan navri qizi ekan. Va in safalat bintul ibn degandek bunda bo'lsin. Va ya inda adamul waladi kalbin. O'zining farzandlardan birisi bo'lmay, aynan navri qizi bo'lib qolgan ahvolda, o'g'lining qizi bo'lib qolgan chaqda o'zining qizdeklam yerimini oldi ekan. Valaha ma'al bintus sulbiyya as-sudus. Agar o'zining bir qizi bo'lib, andin bintul ibn o'g'lining bir qizi birga bo'lib qolsa, u chaqda bu o'g'lining qizi sudusni oldi ekan. Va tasqutu bil ibn. Agar o'g'li bo'lib qolsa, u bintul ibn ololmaydi, tushib ketadi. Va bintay sulb, ya'ni o'zining qizidan ikkisi bo'lib qolsa, bintul ibn ololmaydi. İlla yakuna ma'aha aw asfala minha gulamun. Yoki faqat ba'mda qachonda oladi? Shu qizi bilan yana bir o'g'il birga bo'lib qolsa, aq muborak. Yoki uningdan tuan darajada yana bir anda o'g'il bo'lib qolsa, masalan bintul ibniki, yana ibnul ibn, bunda bo'lib qolsa, ma bintu o'chaqda miras oladi dedi. Aninki biriktilar. Fayasibuha dina ishada bu g'ulam nima oldi? Farzdan eshib qolgan narsani oladi. Yasibuha degan shu. İkinci ne de buldu bintul ibn. Üçüncüsü vel ahvat li abin ve ummin. Ya dada bir ya anı bir kız butkallama. Ve hunna inde adamel veledi ve veledil ibni kel benat vel ahvat. Bula neyitninki farzant yokken. Yani oğlunun farzantı mı yokken. Adamel veled diyen benat mı şu veled ko? Kel benati vel ahvat li ab. Ya kel benat da bir toptu dikemiz. Vel ahvat li abin ve ummin. Hakikat bir şekil. Dadısı mı anısın bir boğan açsınlandı. Ve hunna inde adamel veled ve veledin kel benat. O kızın orunda dururken. Farzantı ya oğlunun farzantları bulmuşsa kızın orunda okşaş bulduken. Hem de dördüncüsü vel ahvat li ab. Al-akhwatlar dadı bir açsınlar olsa ve hunna kel akhwat li abin ve ummin inde adaminna. Ve şakikat bulmagan ahvalda şunun orundan turdu. Ve yasirul fariqana asabatan bil binti ev bintil ibn. Kız olup qalsa yoki o'g'lining qizi bo'lib qolsa, mavla qapqog'ini hamini elitgan asab bo'lib qolgan. Asaba ma'lg'ay. Ve yasqutna bil ibn ve ibnihi. O'g'li va o'g'lining o'g'li bo'lib qolsa, mavla olinmaydi. Akhvat li ab olinmaydi. Ve in safala ibnul ibn manda bo'lib qolsa o'xshash.
Ve insafala ve bil abi demek mi? Ve bil abi ve bil ceddi ende Ebi Hanif. Ülgüçünün dadısı bulup kaçma ve ahavat li ab alınmaydı. Endi Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi çoğun dadısı olsun mu? Dadısı okşaş. Yani aşını tosuyordu demek ki. Endi beşincisi ve veledil anasının perzentime bu mesela ihval-i umma ana bir qirindoshlar valil vahidi sudus bularning bir bo'lib qolsa sudusni oladi ko'p bo'lib qolsa sulusni oladi bu xuddi shu kalam shu va zukuruhum kainatima o'xshash va yasqutuna bil valadi va waladil ibn o'z farzand bo'lib qolsa ya o'g'ilning farzandi ya o'g'ilning farzandi bo'lib qolsa bular ololmaydi yana dodi bilan cho'ng dodi bo'lsa ololmaydi. Endi oltinchisi al-ab dada. Walau sudus ma'al ibni aw ibn al-ibn. O'lguchininki o'g'li bo'lib qolsa, o'g'lining o'g'li bo'lib qolsa, o'g'lining o'g'li bo'lib qolsa, bu 6dan birini olibdi. Va ma'al binti aw bint al-ibn. Qiz bo'lib qolsa, o'g'lining qizi bo'lib qolsa, o'lguchining ya undan to'g'riroq qanday bo'lib qolsa, sudusni yana qaqaga hammani olibdi. Ta'siban. Endi ashabul furna yettinchisi al-jad. Yani çoğun dada ve abul ab. Bu ceddinin azaj. Dadının dadısı. Ve huve kel abi inde ademihi. Bu dadı bulmagan çağda dadının orunu turdu. İlla fi raddil ila thuluth ma yabqa. Çoğun dadı bolsa anını thuluthul cemi'amız thuluthul baqi. Ba'di farda ahdi zawjayn. Şununla yandırıtıdığın ahval vardı. Şununla okşamaydı demek. 8-incisi al-um. Ve la sudus ma'al velad ev veladil ibn. Ve in safala ev ithnayn min al-ikhwa vel akhwat fasadan min ayyi cihatin kana. 6dan biri. Ülgücününki farzanti yoki o'g'lining farzandi bo'lib qolsa 6dan birini oldi. Ve in safala ev ithnayn min al-ikhwa vel akhwat yoki ülgücünün tuqqanlardan 2 yoki 2dan ko'p bo'lsa yana 6dan birini ilaverdi. Ve thuluthul kulli inda adamihim. Tuqqanlar bo'lmasa yoki ballar bo'lmasa 3dan birini oladi. Ve thuluth ma yabqa ba'da farda ahad az-zawjayn fi zawjin wa abawayn aw zawjan wa abawayn. Anda alqa masalatul gharraviya degandek nimada o'lguchining jufti ap bo'lgandan keyin andin qatqani sulusini oladi deydi. Vel jadda ana bawo 9-incisi cho'ng ona. Wa laha sudus 6dan birini oldi. Ve en kasurat. Yani bu jaddiga hozir necha jaddi bo'lib ketsin deydi. Jaddidan ikkisi shu bo'lishi mumkin. Ve en kasurat li ummin kanat awlam. Dadi tarafdan cho'ngona, ana tarafdan cho'ngona olsin. Nechisi bo'lsa ya birisi bo'lsa shu sudusni oladi. Shirik bo'ldi. Vel bu'da tuhjabu bil qurba. Yaqinroqi ajraqroqni to'sab qo'ydi deydi. Cho'nasining cho'nasi var ki, yani bu cho'nasining onasi var ki. Ama yaqin cho'nasi ajraqni to'sab qo'ydi. Vel kullu bil Ana bo'lib qolsa, hammasi to'sab ketdi. Vel abawiyat bil ab. Dada tarafdan bo'lgan jaddat azalma. Jaddatning gapi. Cho'ng onalar. Dada tarafdan bo'lgan cho'ng onalar dada bo'lib qolsa, ular olmaydi. Mesela dadasining onasi var ekan. Dadasining onasining onasi var ekan. Yani ikki bo'lsa, ular hammasi dada bo'lganlik uchun hech qanday olmaydi. Endi 10-incisi الزوج وله الربع مع الولد mana farzand bo'lib qolsa 4dan birini va valad ibn o'g'lining farzand bo'lib qolsa va insafala va inda adamihi an-nisf ya farzand bo'lmasa ya o'g'lining farzandi bo'lmasa 20 ni oladi va zawja ma 11-chi ashabul fard desak laha as-sumun ma al-walad farzand bo'lib qolsa erninki yoki o'g'lining farzandi bo'lib qolsa 8dan birini bo'lmasa 4dan birini oladi. والعصبات وهم الذين يرثون ما بقي من الفرائض. عصبة degan farz egisi emas. Bunda shariatda 3dan 1, 4dan 1, 6dan 1 o bu yerim degandek nimasi belgilanmagan bo'ladi. Lekin boshqa farz egalari nesisini olib qo'ygandan keyin eshib qolganini shundan tutirib qoldilar. Va ulahum al-ibn. Masalan bir o'g'il bo'lsa, bu birinchi asaba shu. Masalan, onasi bo'lib qolsa, onasi masjiddan birni olib qo'ygandan keyin qavmini shundan tutirib qoladi. Böyle farz ilgileri bolsa, farz ilgileri yapıldı mı? Kağını şundan aldım. Summa ibnuhu ve ensefala, summa ab. Andan oğlanın oğlu. Mesela birisi ölüp gidip, bir oğlan nevrinden koyup gitken bolsa, oğlunun oğluna, yani okşaş aldım. Andan keyin dada, dadımı asabat. Hatta dada ashabul farz izledi. İsterettin ama asabat. Summa abuhu ve in ala, dadının dadisi, dadının dadisinin dadisi, dadının dadisinin dadisinin dadisi yani. Thumma al-akh andan bir tuqqani. Yani shakik bir tuqqani dedi. Abin ve ummin. Dada ve anası bir bo'lgan bir tuqqan. Undan qolsa dada bir tuqqan. Andan thumma ibnul akh li ab. Akh shakikning ballari.
jiyanimdir. Summa ibnul akhi li abn. Andan dadı bir tıqqanның oğlu, andan tağıla, andan dadının tağıları. Yani aşı yok olğan ahvalda demdi. Amamul abdu mu aslında? Amamul ab. Yani çoğun dadısından düştüğüne. Ama anı tarafın bazı halda ettiğin ama ahvalda ettiğin. Summa mu'atib. Andan ula muayyiz qaz olmasa azat qiyguchi. Azat qiyguchi shundan aladi. Bir kunni azat qilib, keyin u o'riyashida, bu o'riyashida, vala vaqo. Al-vala lil-mu'taq degan hukmga asosan azatgarlik munosabat bilan azat qilingan qul o'lib ketsa, boshqa hech qanday hukm yo'q ekan. Shu azat qiyguchi shundan ham olamiz. Summa asabatuhu ala tartib. Mu'taq bo'lmasa, mu'taqning asabalari oladi demak. Yuqori tartib bo'yicha. واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن. Ondan yerimini aldı, sulusan aldı. Al-bint vel-banat. Kız olsa bu yerimini aldı. Kağınını en bir süpürüp aldı. Başımda sorulsa. Hem de ve-sulusan bu onu mesela üçüncü kızsa yasırna asabatan bi-akhawatihinna la gayruhunna. Asabatan bi-ikhwatihinna. Bi-ikhwatihinna? Bi-ikhwatihinna soğuldan. Doğru, bi-ikhwatihinna. Kızınki yavuz qaz ikkidan birini oldi, ikkidan chiqib uchdan ikkidan oldi. Agarda uning bir ko'rinish o'qib qolsa, uni osiblar mislazim ham bo'ldi. Bir o'qib olsa ikkidan birini oldi, ikkidan chiqib olsa uchdan ikkidan oldi. Uning bir nima o'qib qolsa, aql o'qib qolsa, uni bilan asaba bil g'ayri bo'lib mislazim ham bo'ldi. Aslida ikkidan birini uchdan ikkidan oldi, ammo o'ziniki qirilishi bo'lsa asib bo'lib ketib, u ilqi o'zining bitgan narsasini olmasdan asib bo'lib, mislazim Ağrıtıp kıp kalanlarımızın umumunu kaldı demek yani. Doğru. Şimdi o zaman bi-ihvatihinne de üzgetip olmuş. Ve devul irham. Bize teqlâllezî tesâlûne bihi vel-irham da irhamne bütün umum rızıklar rızıkı miras nimiste bu وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض. Demek asabatını bayan kıldı. Ashabul faraidini bayan kıldı. Qağını şizavul arham buldu. Ve tertibuhum ke tertibul asabat. Asabat tertibiga o'xshash shu darajada bo'ldi deydi. Arhamning azrun u basqatdan qolgan şey. Demek bu arham hozir ko'pincha dadi tarafdan bo'lgan chiqqanmas, an tarafdan bo'lgan chiqqanlar. Ashxos mandirak bildim. Yuqori tarafdan ana tarafdan tarafimiz qiz taraf. Qiz taraf. Er kishiga chiqqanmas, ayol kishilar chiqqan qollar. Tilka hududullah. Ana shular ash yuqori bayon qilgan yetim nesillarning vasiyat, miros, ashun hammasi deydi. Yani jumhur bunda qarada ishara ila al-ahkam allati dhikrat fi bab al-yatama wal wasaya wal mawarid tamsa. Lekin Ibn Abbas bunda tushunibdi. Yuqorqi miras oyatlari mush ahkamlar hududlar. Yetimning uning gapiga apamay debdi. Lekin jumhur ya yannas taqodin tartib yetimning nasib boshlig'on ash ahkamlarning hammasi hududullah. سماها حدودا لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها. مكلف لا شن belgilab berilgan chek-chegarga o'xshash bo'lgan shariat ahkomlari buni hududda bor. Lekin bizning odatdagi istilohimizga hudud qazitda qo'lni kesish, shamni kesib qilish, kallani kesish degandek masalalar. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها انتصب خالدين وخالدا على الحال. Yuqorqi oyatda xolidin dedi. Bu oyatda xolidan dedi. Bu o'xshashmi iborada? Nima uchun? Yadabtanda bu holamda. Mangu qag'uchilar holatda, mangu qag'an holatda dedi. Va juma' marra va ufrada ukhra. Bir qatimda xolidan, bir qatimda xolidin dedi. Nadran ila ma'na man degan so'zda mufratni bildirgan, turkni bildirgan so'z bo'lg'achqa debdi. Bo'ladiha. Do'zaxdagi mangulik, cennet mangulik bo'lmaydi degan gaplar yo'q. Ya. Yuqorida do'zax yo'qotib cennet mangulik qildi. Qur'on oyatidan dalil keltirdi. Seymanni qiyinani qarshi. Ama niyada alimi debdi. Nima uchun desa, taat ahli shafaat salohiyati bor bo'lgan. Shafaat salohiyati bo'lgan ekan, ma birsini tilib oladi. Bizdan taat qildirdi, u ko'p tilib oladi. Lekin ma'siyat ahli uchun do'zaxga shafaat qilishni so'rmar ekan, u unda bizni taatolmaydi. Xuddi yolg'iz deganda.
Yani bir tarafdan halidin degene mesela bunda neçelan köp holatda bo'lsa zerikmay unisi ulfat qilib bu bir xil o'zdiramda. Lekin kafirlar do'zaxchi holidan yolg'iz aslında azoblanadi deganda xuddi yolg'iz yotadigan turmuga ayrim lagerga solib qo'ygandek bu bir xil qo'rqinchli erginish yoki yolg'izlik g'eriblik his qilish nimsiyatin bunda bir ma'no ifodalash uchun bundan qilgan. Xuddi yolg'iz hech qanday boshqa odam yo'q, yolg'iz so'lnab azoblangandek bir xil vahshani bildirgan. Nudkhilhu fima madani va shami. Ashkili oyatda yudkhilhuna nunulan yudkhilhu da qiraat qiladi. Madina qariylari mesela Nafi yani Şam qariylari mesela İbn Amir yani. Walahu azabun muhin. Yani onunğa xar qilguchi azab bordor. Nima uchun xar qilsa? Allohning nazdida xar ولا تعلق للمعتزلة والخوارج بالآية. عند معتزلة خوارج مش آيات ki istiyorlar. Kişinin asilik kızın kafir oldu mu? Dozakın yıkıldı. Dep duruyor. فإنها في حق الكفار. Bu kafirler hakkında değilgen ayet bu. Ne için? İzil kafir والذي تعدى الحدود كلها. ومن يتعدى حدوده hududlarını dedi. Bu da hemmine qatlab ketgandek, hem hududga tajovuz qilgandek bir nima bo'lgankin bu kafir maqsad qilingan debdi. Wa amma al-mu'minun asif wa muti'un bil iman ghayr muta'addin hadd at-tauhid. Tauhid chektirishga tajovuz qilmagan, iymon bilan itoat qilgan bo'lg'achqa, ba'zi bir narsalarda tajovuz desam, hamma tajovuz qilmagan bo'lg'achqa bu mu'min haqida deyilgan oyat emas. Va lihada fassara ad-Dahhak المعصية هنا بالشرك. مفسرلارdan mesela Dahhak ibn Muzahim ma'siyet deganda ve men ya'sillaha ve men yushrik billahi deb bundan tafsir qilgan. Ve qala al-Kalbi al-Muqatil Kalbima ve men ya'sillaha ve rasulahu bi kufrihi bi qismati al-mawarid. Kalbi debda mush mirosni taqsim qilish, mush ahkomlarga tinib Alloh va uning rasuliga osiylik qilgan kishi bo'lib qolsa, bunda bo'ldi. ويتعدى حدوده استحلالا Allah'ın hududlarından tecavüz kılıp kanda kılırsa halal sana. Manda desek bulardı onu. Onda Kur'an boyunca alimizde Allah'ın hükmü dediğin gibi yok. Biz mandadan tasdik kılırsa bulardı. Dep Türk sağsa bu halil kalıdır yanıldı. Demek bu kafir demek şimdi. Çünkü inkar tutur olan. İstahalla ma harramallah olan diken bu kafir demek şimdi. Ve müşahette halidine naran haliden fiha ve lehu azabun muhin dedi. Miras ayetine hazır muşu tehditler ağır sözle ayaklaştırdı. Bunu bildirdi. Mirasning işi intayın xatarli. Dikkat qil. Allah ko'rsatgan bu ishni taqsim qil buni. Zulm qilsanma. To'liq ehtiyot qilishing kerak. Mana ishi chataq deb ogohlantirish uchun bunda ağır so'zni aytib qo'ydi. Bugün diyarimizde köpüz emel kılınmadıgan farizmiş onu. O mirasını taksim kılmay nesil keşiktiriyotgan. Ana hayat olgan diken miras taksim kılsa bulmaydı keşiktirgen. Onun geçendin miraskorlarının akılları uyan bulup ketip, zaya olup ketken. Bazı kızlarga ançı-munçı azap nasi bir pep onun akıllı vermegen. Şimdi ahvallı var. Son bununla dikkat kılış gerek. Arap devletinde yaxshi bir ish, bir kishi o'lib ketsa, ta'ziya bildirish va kaza azizlik qilinsin tutib qiliblar. Shu bir ish emaslar. Gachchida shariat nima qilgan bo'yicha gachchida taqsim qilindi ekan. Bu miras taqsim qilinadi desak septurami yo bu hamda buguni ma'lum o'lib ketib qo'ycha mirasini va deb chiqdi deb menda deb qilammi degan yo'q. Hammasi aniq holatda gachchida kildan kaga taqsim qiladilar, taqsim qilayotgandan keyin andin abitiqira ya mama o'y lozim emas. Singlim ya achasan o'tirama uyda bir yotdan doni muqlamda o'zidan ish. Kaga yerda bir taqsim qilayotmas. Ammo unda taqsim qilmay 5 yil 10 yil kechiktirgan ekan, toza shu masala ig'irlashgan chaqda bir o'tira chiqqan ekan, o shariatning ahkomini qilib, uni sudga davolashib, nurg'uncha taqsim. Şu bizim değerimizde ehemmiyet bildirgan zörlü işten bilsen şu mirasını ko'rsatgan bo'yicha taqsim qilish aşında adetini umumlashtirilishi kerak. Adetten de mustahab ishlarni shunda ta'kidlab jahlimiz bilan shu musulmonlar bir-birimizdan shu yaqinmaqada tutishib ketimiz va adovatlashib ketimiz. Lekin bu Allohning o'zining farz narsa topiladi. Ba'zan bir aşında kichik bir makruh ya mustahab unda ishlarda kuchayib ketgan shu kuchni manda farzga sarf qilsak bu qilaverayapti. Çünkü farz
boshqaning haqqini yeb ketish. Chunki bunda va'id kelgan shu o'rniga mana bakrak diqqat qilish kerak. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.